Bu ovqat nimaga ancha yillardan beri millionlab odamlarning yuragidan joy olgan? Bugun sizlar bilan o'sha hamma yaxshi ko'radigan beef stroganov tayyorlaymiz. Yog'siz mol go'shtini xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib kesamiz va qizib turgan yog'da seli ketgunigacha qovuramiz. Seli ketganidan keyin piyoz solamiz, tuz va ziravorlar, tomat pastasi, 2 qoshiq un solib, bir marta yaxshilab aralashtiramiz va suv solib 1 soatga dimlab qo'yamiz. Qizil navli kartoshkalarni fri shaklida kesamiz va yarim soatga muzdek suvga solib qo'yamiz. Shunda kartoshkalarni kraxmali chiqib, qovurganimizda qarsildoq bo'lib chiqadi. Kartoshka friyimizni 160 gradusda qizib turgan yog'da qizartirib qovurib olamiz. Ovqatimiz pishganidan keyin yana ham shirali va mazali bo'lishi uchun ustidan 2 qoshiq qaymoq solamiz va millionlab odamlarning yuragidan joy olgan beef stroganov taomimiz tayyor bo'ldi. Video sizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, albatta tayyorlab ko'ring yoki tayyorlab berish kerak bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.